Sağ ol. Yana ishdan bo'shading? Nima deysan, aka? O'tir mashinaga sanitga joyga boraman. Qaqqa yana? O'tir bo'ldi. Qaqqa olib keldingiz, aka. Hamma joyda men to'g'ri kelmaydi-yu ishlash. Gapni ko'paytirmaysan, hozir men seni bitta odam bilan tanishtiraman, mana shu yerda ishlaysan. Ha, tepamda hech kim turmaydimi? Sen gap ko'paytirma, bo'ldi, yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Mohirjon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Bu ukam Kamron. Va alaykum assalom. Yoningizga bitta iltimos bilan keldim. Bu men ukam Kamronda. Hozir ko'p ishlardan bo'shab ketyapti. O'shanga yoningizga olib keldim, o'zimni tarbiyalab. Aka, shunda meni qo'limda ishlaylan bo'ldi. Bu bolani rostdan ham yaxshilab tarbiyalash kerak ekan. Qani turchi? Xullas, tarbiyani qo'qoncha stildan boshlash kerak ekan. Qanaqa ekan? Mana bunaqa ekan, Galvar.